Odamlarning orasida tezligi qanaqa bo'ladi deganlarda, shamoldan keyin quvib keladigan yomg'irga o'xshab tezlik bilan Dajjal harakat qiladi. Aldanib qolmanglar. Agar Dajjal chiqadigan bo'lsa, Dajjalning bir ko'zi ko'r bo'ladi. Bir ko'zi g'ilay bo'lgan holatda, sochi jingalay bo'lgan holatda, uzunlik donasiga o'xshab ko'zi bo'rtib chiqib o'ynab turadigan, peshonasidan ortiqcha bir go'sht o'sib chiqqan holatda bo'ladi. Dajjal juda ko'pchilik odamlarni aldab qo'yadi. Odamlarning ko'pi Dajjalga iymon keltirishadi. Tezlik bilan bir qavmni oldiga borib da'vat qiladi. Ikkinchi qavmni oldiga borib yana da'vat qiladi. Odamlar ko'r-ko'rona Dajjalning orqasidan ergashadi. Odamlarning iymonini sinash uchun Alloh Dajjalga bir xil karomatni berar ekan. Osmonga amr qilar ekan. Yomg'ir yoqqin desa osmondan yomg'ir yog'ar ekan.